2025-yil. Bu yil sinovlar bilan boshlandi. Qarzlar, kutilmagan qiyinchiliklar va insonlarning asl yuzlarini ko'rish. Ushbu qiyinchiliklarga qaramay bitta narsaga umid bor edi. Yaratganning har qanday qiyinchilik ortidan yengilchilik berishi. Blog yuritishni boshladim. Qiziqarli videolar yaratdim. Ko'ngilochar joylar, restoranlar va o'zgacha ta'mlarni kashf qildim. Kichik mehnatlarimni qadrlab 60 ming a'zolik oila to'plandi. Universitetda 4-kursning 1-semestrini yakunladim. Yangi bilimlar orttirdim. Soham bo'yicha 10 dan ortiq loyihalarni baxtli xonadon egalariga topshirdim. Yangi mentor topdim va ular sababli qurilish vaziri bilan ham suhbat qurdim. Bular hammasi emas. Bu yilning eng qadrli onlari menga otalik baxtini nasib etdi. O'g'lim Muhammad Sodiq dunyoga keldi. Ushbu yil uchun menga yozilgan taqdir uchun Yaratgandan juda minnatdorman va albatta birga bo'lgan oila a'zolarim, yaqinlarim va do'stlarimga chuqur minnatdorchilik bildiraman. Ishonchim komilki, 2026-yilda bizni yanada kutilmagan voqealar, baxtli onlar kutmoqda. Keling, 2026-yilda chiroyli boshlaylik. Zero yakuni bundan-da chiroyli bo'lsin.